Sensizmi? Muallif Yu. Auditoriyada 5 kishidan boshqa hech kim yo'q. Hamma faqat bitta insonni kutish bilan ovora. Ammo kutilayotgan insonni kelishi cho'zilaverganiga barcha asabiy. Faqat bir kishidan tashqari. Partaga boshini qo'ygancha mudrayotgan qizni yoniga kursdoshi kelib o'tirdi. Maftun, yana tuni bilan o'sha professor haqida ma'lumot qidirdingmi? Yigit qizni yuziga tushgan bir tutam zulfiga teginib. Qo'ling ortiqchalik qilishni boshladimi? Maftunani g'uldiragancha aytgan gapiga Daniel shunchaki jilmaydi. Bunaqa ko'p o'zingni urintirma. Hali magistrni bitirishimizga 1 yil bor. Yomon ko'raman seni. Maftuna burnini jiyirib boshini ko'tardi. Ammo shu zahoti o'zini yigitni bag'rida his qilib, ko'zlarini katta ochdi. Daniel, bu nima qilganing? Qo'yib yubor. Biz unashtirilganmiz, Maftun. Nima qilibdi? Seni yon tomoningdan kutsam. Bo'lmaydi. Yaxshigina bo'ladi. Kechki ovqatga kelmaganing uchun hali seni og'riqli jazo kutyapti. Qanaqa jazo ekan? Maftuna qiziqish bilan yigitni ayyorona yuziga tikildi. Menga juda yoqadigan. Yigitni nima deganini tushungan qiz Danielni ko'ksiga musht tushirdi. Juda haddingizdan oshib ketyapsizmi? Darrov sizlab ketasan, jinnivoyim. Uyatsiz. Sevaman seni. Ikki juftlikka eshikdan kelganidan beri jim kuzatib turgan professor Salima Burxonova ularga kulib qo'yib, sekinlikda darsni boshladi. Daniel va Maftuna esa endi hatto darsga ham o'z e'tiborlarini jamlay olmadi. Aksincha bir-biriga tikilib, qanday 90 daqiqa o'tib ketganini sezmadi. Dars o'z nihoyasiga yetganida professor Maftunaga qarab, Maftuna Safiyeva xonamga jiddiy ovozda chaqirib chiqib ketdi. Bu Burxonova mendan nima istaydi o'zi? G'inshimasdan borib kel. Men seni tashqarida kutaman. Kechqurun senga syurpriz ham bor. Daniel, kerak emas. Menga kutilmagan narsalar yoqmaydi. Men yoqamanmi? Jinni. Mana men yoqsam bo'ldi. Qani endi tezlash, kattalarni kuttirish odobdan emas. Xo'p. Burxonova xonasida jim turgan Maftuna ayolni keskin gapidan hayron qolib baqirib yubordi. Nima? Nega aynan men? Shuncha talabangiz bor-ku, professor. Ammo ular senchalik mahoratli yoza olmaydi. Kamiga seni o'tgan oy yozgan ijod mahsulingni hamma maqtashdi. Lekin agar ketishni xohlamasang, amaliyotni Buxoroga ko'chiraman. Keyin ko'ramiz dotsentligini qanday qo'lga kiritishingni. Professor, axir Ukraina deyapsiz. Hatto Moskva ham emas. Nima qilibdi? Sen kelajagi porloq jurnalistsan. Qalaming ham, tiling kabi o'tkir. Senga ishonaman. O'sha professorning hayotini o'zidan eshitib, yana ham ko'proq narsa yozasan. Professor, men senga amaliyotingni ilmiy qil deyotganim yo'q. Deganimda Anqaradagi zavodga yuborardim. Menga hozir hayotiy narsa kerak, film uchun. Senga 2 kun muhlat. Javobingni pochta orqali yuborasan. Qancha muddatga, professor? Bu seni qanchada yozishingga bog'liq. Xo'p, professor. Tashqariga chiqqan qiz shumshaygancha Daniel oldiga borar ekan, Daniel qizni bittada bag'riga bosdi. Buncha chiqishing qiyin bo'ldi? Kuttirdimmi? Juda. Qara, universitetda qizlar bo'lajak eringni ko'rib aqldan ozay deyishyapti. Danielning gapidan rostdan ham atrofiga qarar ekan, yonidagi qizlar hech yo'q bir bor yigitga mahliyo bo'lib o'tib ketayotganini endi payqadi. Alloh, qaragan ko'zlarini o'yib olishni xohlayman.
Men esa faqat seni xohlayman. Daniel qizni qulog'iga pichirlab, bo'ynidan qo'lini o'tkazgancha turargohga qaray birgalikda oldimlashdi. Bugungi kechki mazali ovqat va uyimga olib kelganing uchun rahmat, sherik. Kulgancha Danielning yuziga qaradim. Qanaqa sherik, Maftun? Unaqa demaganmidim senga? Har doimgiday bittara asabini o'ynab, ko'zimni qisib qo'ydim. Atay qilding-a? Qo'lini belimdan o'tkazib, yuzini burnimgacha taqadi. Bu ishni kutmaganim uchun bir zumga nafas ololmay qoldim. Daniel, siz jim, gapira ko'rma. Hozir kimdir ko'rib qoladi. Qiziqmas. Shunday dedi-da, lablarimda uni labini his qilib jim qoldim. U chuqur bo'sasini uzib menga kulib qaradi. Seni sevaman jinnivoyim. Uyga kirib kelishi bilan Maftunani onasi kutib oldi. Buncha kech qolding qizim? Daniel bilan edim oyi. Qizini gapidan so'ng indamay jilmayib, kuyovim yaxshimi? Uni xafa qilmayapsanmi? Oyi, u o'zini xafa qildirib qo'yadiganlardan emas. Seni ham tiling shirin emas. Ajab bo'libdi-da. Ko'p gapirmasdan oshxonaga kel, ozgina yordamlash. Nega? Kelinoyim qani? Onasinikiga yubordim. Axir qancha bo'lgan bormaganiga. Ha, yaxshi, hozir oyi. Maftuna. Onamga yordam berib bo'lib, yana ovqatlanishga o'tirdim. Bu ketishda aniq semirib ketaman. Ammo menga nima? Dadam va akam ishdan kelishi bilan ovqatni suzdik. Hammamiz jimlikda ovqatlanar ekanmiz. Akamni telefoniga SMS dan xabar keldi. Sezdirmay qaragandim, kelinoyimdan ekan. Lekin akam bunga parvo ham qilmay, telefonni butunlay o'chirib tashladi. Hayron qolib oyimga qaraganimda yelkasini qisib qo'ydi. Bilmayman deganday qilib, qizim, o'qishlaring yaxshimi? Ha, dada. Menda bari a'lo darajada. Ammo sizlarga aytadigan muhim gapim bor. Esimga professorning gaplari tushib ketdi. Nima ekan? Xullas, men amaliyot bo'yicha chetga yuborishyapti. Qayerga? Nihoyat akamdan sado chiqdi. Ukrainaga. Namuncha uzoq qizim. Qanchada ketasan? Kuyovga aytdingmi? Qachon dedi? Oyimni bir to'da savollaridan kipriklarim pirpiratib dadamga qaradim. Onasi, choyni yangilab yuborasizmi? Aynan hozirmi? Ha, qarang, sovib qoldi. Oyim dadamga ko'zini suzib o'rinlaridan turdi. Endi gapir qizim. 2 kundan so'ng javobimni aytishim lozim. Yo'qsa shuncha qilgan mehnatim havoga uchadi. Men eng ko'p Moskva yoki Peterda amaliyot qilaman deb o'ylagandim. Lekin professor agar bu taklifga rozi bo'lmasam, Buxoroga yuborishini aytdi. Dada, gapimni oxirida yig'lab yuboray dedim. Shuncha qilgan ishlarimni kuyib ketishidan ichim yonib ketayotgandi. Dadam chuqur tortib, labini salfetkaga artdi. Keyin menga ma'noli va jiddiy ohangda gap boshladi. O'zing borishni xohlaysanmi? Dadasi, oyimning xitobidan ularga qaradim. Ammo dadam mendan ko'zlarini uzmay qarab turib, ha dada, borishni xohlayman. Unda borasan. Professoring bilan ham gaplashaman. Sen safarga tayyorgarlik ko'ra ber. Nima keragi bor erta-indin to'yi bo'ladigan qizni bunchalik uzoqqa ketishini? Onasi, bu ilm. Men qizimga ishonaman. Yil yakunigacha o'ylagan hamma narsani amalga oshiradi. O'rnimdan turib dadamni bo'ynidan quchdim. Dada, sizga millionta yurakchalar. Sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham o'zimni ona qizim. Kechilik shunaqa tortishuv va mehr bilan yakunladi. Xonamga kirish oldim. Ko'cha ayvonida sigara tutatib turgan akamga ko'zim tushdi. Sekin yonlariga borib turdim. Men kelganimni sezib, darrov sigarasini quldonga ezgalab, tutunni qo'llari bilan haydagan bo'ldi.
Nimadir bo'ldimi aka, siqilyapsiz? Shunchaki kelinoyingni erkaliklari. Bilsangiz sevib uylangansiz. Kulgancha akamga qosh qoqdim. Aqlli, xuddi men buni unutganday gapirma. Endi aytdim-da aka. Nima bo'lsa ham kelinoyim yaxshi. Ularni xafa qila ko'rmang. Xuddi oyimni o'zisan. Rostdan hayratimni yashirmay so'radim. Men kelinni qizimday ko'raman. Ertagayoq uyda bo'lsin dedilar. Oyimga kelini bilan kuyovi kerak xolos. Sen ham shunaqa fikrdamisan? Ha-da aka. Mayli, sen borib uxla. Akam o'rnlaridan turib yoqalarini to'g'riladi. Siz qayerga? Onamni katta qizlarini ko'nglini olishga. Shu mahalmi? Axir soat 10 ga yaqinlashgandi. Hozir bormasam ertaga kech bo'ladi. Bilasan, kelinoying echkiday qaysar. Unda siz uchun duodaman. Tezroq echkingizni ko'nglini oling. Juda kulgili. Qani tez uyga kirchi. Xo'p. Eshik yoniga kelib akamni chaqirdim va koreschalab fighting dedim. Akam kulgancha darvozani ochib mashinasiga o'tirdi. Men ham kayfiyatimni ko'tarib xonamga kirdim. Xonaga kirganimda derazam ochiqligini ko'rib hayron qoldim. Chunki boya kelganimda yopiq edi. Hozir esa ochiq turibdi. Dovdiragancha derazam yaqiniga kelganimda belimdan o'ralgan qo'ldan qo'rqib baqirib yuborishimga sal qoldi. Ammo ovozim g'ingchib chiqdi. Sababi metindek qo'llari qurshovida edim. Yuragim yomon ham tez urib ketdi. Hatto yig'lay dedim.